Xorazmda mast holatda avtomobil haydab piyoda o'limiga sababchi bo'lgan Ichki ishlar boshqarmasi xodimi 3 yil 1 oyga qamaldi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi mast holda avtomobil boshqarib 29 yoshli piyoda ayolni urib yuborgani uchun sudlandi. Yo'l transport hodisasi 2025-yil 27-sentyabr kuni Urganch-Shovot yo'lida sodir bo'lgan. Sud hukmi joriy yil 23-fevral kuni e'lon qilingan. Hujjatda haydovchi sudda voqeani qanday aytib bergani bayon qilingan. YTH tungi soat 22:00 atrofida yuz bergan. Avariyadan oldin viloyat IIBda katta inspektor bo'lib ishlagan Umarbek Atamuradov kursdoshi bilan choyxonada spirtli ichimlik ichgani aytgan. Keyin Tracker 2 avtomobilida Shovotdan Urganchga yo'lga chiqqan. Haydovchi kechasi avtomobil old chiroqlarini yoqmasdan harakatlangan. Yo'lda ketar ekan mashinaning o'ng tomonidan qattiq zarba ovozi eshitilgan va to'xtagan. Avtomobildan tushgach bir ayol ariq ichida yotganini ko'rgan va odam urib yuborganini tushungan. Sudda bergan ko'rsatmasiga ko'ra o'sha paytda ortidan Gentra avtomobilida kelib to'xtagan yigitlar bilan birga ayolni ariqdan chiqargan. Keyin yigitlarga bu xodim ekanim, ayolni tezda kasalxonaga olib borishlarini kerakligini aytdim.